Oxirgi paytda bemorlarda eng ko'p uchrayotgan muammolardan biri bu qo'l bilan bog'liq muammolar. Ya'niki qo'lni yuqoriga ko'tara olmaslik yoki qo'l kaftida, qo'l bilak sohalarida uvishlar, yelka sohalarida og'riqlar. Bularning sabablari ko'pincha ikki xil bo'ladi. Bu birinchisi bo'yin umurtqalari churralari hisoblanadi. Ikkinchi sababi bu biz meditsina tilida aytganda plecho-lopatочный sindrom deymiz. Yelka bo'g'imi, kamari, mushaklari, paylarini shamollashi, ya'ni o'zbekcha qilib aytganimizda yaralanish hisoblanadi. Buni oddiygina og'riq qoldiruvchi bilan uy sharoitida davolash juda qiyin. Bunga albatta nevropatolog shifokorga murojaat qilish kerak. Bunda maxsus dorilar beriladi. Avvalambor sababini aniqlab turib, o'shanga qarshi dorilarni ishlatish kerak bo'ladi. Bunda o'sha og'riq qoldiruvchilar, o'sha grijaga qarshi dori vositalar va mahalliy qon aylanishini yaxshilovchi dori vositalar ishlatiladi. Har bir bemordan kelib chiqib, har bir bemorga o'ziga xos dori vositalari ishlatiladi.